koyup alamiz. Ondan keyin mana şekerimizni hammasini qo'yib, qo'l çalg'ı asabı bilan mushtab septirimiz canımlar. Başına ayak tut, otu bo'lsin, qaynab ketsin. Mana sütimiz pishib olsin kifoya canımlar. Qizlar, ondan keyin mana 3 ta tuxumimizning sayriqini obdan aralashtirib etgandan keyin hozirgi sütümüzning aralashmasiga jipsmanlarni qo'yib olamiz. Qizlar, mushtab jipsmanlarni qo'yib aralashtiramiz. Qaynab ketishga bo'lmaydi, lekin canımlar shunga diqqat qilinglar. Qizlar, endi o'timizni o'chirib etib turib, qaymog'imizni ko'ptirib olaylar. Qizlar, endi keyin qaymoqni ko'ptirib olamiz. Qizlar, mush holatga keldi. Qaymog'imiz mana bunday ko'ptirib otmanglar. Mana bunday ko'p kelsa, masirixni orilib ketib, qaymoq suyilib ketadi jonimlar. Bu tabiiy qaymoq bo'lganligi uchun. Qizlar, hozir ko'ptirib olgan qaymoqni mush aralashmaga selib, yana davomli sus o'tda aralashtirib olamiz jonimlar. 2-3 minut aralashtirib olgandan keyin bo'ldi. Qizlar, mushta tez aralashtiramiz. O't başına ayak sus bo'lsin, qaynab ketmasin jonimlar. Qizlar, o'timizni o'chirib etib, ondan keyin mani 1 soat tabiiy sovutimizni aralashmamizni, ta qo'l ko'ymigidek holatga o'sib bo'ldi. Gapni xato qilmay jonimlar, muzdek holatga o'sib bo'ldi. Qizlar, tabiiy sovutdi aralashmamiz. Qizlar, mana bunda qiliblarni tayyorlab olamiz. Ondan keyin quyishga aplik bo'lish uchun mana bunda qacha qo'yib oldim, bu yoqqa aralashmamizni. Qizlar, ondan keyin mana yuyib pokizlab olgan üzümni ostiga sepib qo'yamiz. Mana qujmasdan mana hozir aralashmamizni. Qizlar, mush holati bo'ldimi? O'zimizning yaxshi ko'rish asosan jiqroq solsam bo'ldi. Men mushunchalik soldim, taxminan bir 20 grammiki bu. Ondan keyin bu aralashmaga quyib olamiz. Mana qilibga aralashmani jonimlar gapni xato qildim. Qizlar, quyib oldim, mush holati bo'ldi. Qizlar, ondan keyin qilibning og'zini kaydirib olamiz. Qizlar, mush holati bo'ldi. Endi to'nglatqiga sepib qo'yib 4-5 soatdan keyin iste'mol qilsak bo'ldi. Qizlar, qaranglar, cho'kimizni tutib chiqdi. To'nglatqidan elib bir 10 minutdan keyin ajratsanglar bo'ldi, qilibdan jonimlar. Qizlar, qaranglar, mush holati chiqdi. Bugungi darsimiz mishiya tamam. Qizlar, amal yerlik tuxum topalsanglar, yerlik tuxum ishlasanglar, shunday sariq holat chiqib, ta'mi shunday yaxshi bo'ldi jonimlar.